Uydi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy tavba qildim, nima bu? Voy uylanay. Ayya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplar demay-a. Ha. Bobur aka, uyqum kelayotdi. Uxlayveraymi? Yotoqda uxlamasdan turib hozir kiraman. Bolam, o'tiribsiz-ku, suhbatlashib, maza qilib. Bir tayinli gapim bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul ayajon kiray. Nima qilasan? Uxlaversin-u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiqdim. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? Asaloyga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, biz choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi. Dam olsin. Bobona, qarasangiz sovg'a olib keldim. Bahoy parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Ayirga ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyotidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Men nima qilay boshqa? Bobona, ayam uxladi. Tushgan narsa uzun ekan. Bobonam. Bobur aka, ana kuni ko'za. Pishak kirgandir-da. To'xtangda, men bir ko'raydi. Miyav. Yurmayman o'ylab. Mana qaka so'raqman. Nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz so'zni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yaxshi qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam.